Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun biz navbatdagi mijozimizning xonadonlaridamiz. Bu yoqqa biz yotoqxona to'plami Turkiyada ishlab chiqarilgan Vegas modelimizni qo'yib berganmiz. Modelimiz 2025-yilgi model, juda chiroyli, spinkalari baland qilib, kravatlari 2 matras o'lchamlarda yasalgan, juda ham chiroyli bo'lgan tumbuchkalar, keng, baland. Kravatimizning tagida podъем mexanizmlari bor. Qishki yoz kiyimlar qo'yishga juda ham qulay. Apshifka qilingan kravatimiz juda chiroyli ishlangan matolari. Undan tashqari komplektatsiyamizning 6 eshikli shkafi bor. Shkafiga juda ham 5 ketaman. Turklar zo'r ishlagan. Shkafimizning ichki qismlari juda ham qulay, ahamiyat berasizlar. Uzun veshilka, polka, pochlyapniklar. Shkafimizning o'rta qismida veshilka, tortma hamda polkalar juda qulay joylashgan. Bu qismida ham xuddi birinchi otsekka o'xshab yana veshilka, polkalar. Undan tashqari shkaflarimiz juda bo'ylari baland qilib ishlangan, kraskalari nardagiray ranglarda. Undan tashqari modelimizning chesterlari juda ham katta chester, tandem mexanizmlarda. Hozirgi devorligi apshifka remontliga mos qilib ishlangan model. Tremosi ham alohida tema, juda ham katta, baland qilib ishlangan. Yonlari aval qilib ishlangan. To'liq modelimiz aval shaklda ishlangan. Bu yerda ham xuddi o'sha qimmat tandem mexanizmda stroyinli. Modelimiz Turkiyada Medmo zavodida ishlab chiqarilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Arlida saloniga murojaat qilib ko'rasizlar. Hurmat bilan Arlida mebel saloni.